Jaloliddin Ahmadaliyev 1992-yil 12-sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Qirqlar qishlog'ida dunyoga kelgan. Ushbu videomiz Rossiyada 3 yil ishlagan sobiq kosib va santexnik, bugun esa yulduz, Qirqlar qishlog'idan chiqqan xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev haqida. O'zbek YouTube olamida so'nggi yillarda Jaloliddin Ahmadaliyevning ismi eng ko'p qidirilgan xonanda bo'ldi. Uning 2021-yil 22-sentyabrda premyera qilgan birinchi "Yor bizdan ketdi" deb nomlangan video klipi hozirgi kunda 51 milliondan ortiq tomosha qilingan. Xonandaning ikkinchi "Menda qolmadi dil" video klipi esa hozirgi kunda 49 milliondan ortiq tomosha qilingan. Deyarli har haftada yangi qo'shig'ini premyera qilayotgan, 6 oy ichida katta mashhurlikka erishgan Jaloliddin Ahmadaliyev Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Qirqlar deb nomlangan qishloqda yashab ijod qiladi. Daryo muxbiri Feruz Muhammad Jaloliddin Ahmadaliyevning xonadonida mehmon bo'lib, xonanda bilan suhbatlashdi. Mahallamizdagi 18-maktabda o'qiganman. 9-sinfni tugatib kollejga kirganman. Ammo kollejda o'qimasdan Rossiyada ishlashga ketdim. Sharoit sabab ketishga majbur bo'lganmiz. Rossiyada 3 yil ishlaganman. Ya'ni 18 yoshimda ketib, 21 yoshimda qaytib kelganman. U yerda akamlar bilan mo'ykada, qurilishlarda ishlaganmiz. Bizning yurtimizdagi qiyinchilik emas. Hamma qiyinchilik musofir yurtlarda bo'ladi. Rossiyada akamlar bilan sovuq kunlarda qiynalib qolgan kunimiz ko'p bo'lgan. Moskvada ishlaganmiz. Rossiyada ketishimizning asosiy sababi bu yerda qo'limizda hunarimiz bo'lmaganligi uchun. O'zbekistonga kelib, Qo'qonda yana mo'ykada ishlaganmiz. Keyin kosib o'rtog'imga shogird tushib, kosibchilik qilganmiz. Buxoroda, G'ijduvonda xususiy tadbirkorning uyida oyoq kiyim chiqarardik. Kosibchilikda yelim bilan ishlardik. Hidi juda yomon edi, juda yomon. Yelim hidi oshqozonimni qiynab qo'ygan. Tushlikka chiqqanimda oshqozonimga ovqat kirsin, yiqilib qolmay deb majburan ovqatlanardim. Chunki yelim hidi ishtahani yo'qotar ekan. Oshqozonim og'riyverganidan so'ng santexnik bo'lishga qaror qildim. Mahallamizda bir akamizga shogird tushib, bu kasbni ham o'rganganman. Toshkentda, Chorvoda santexnik bo'lib ishladim. Qayerda ishlashimdan qat'iy nazar, qo'shiq kuylashni, she'rni kuyga solish xayoli bilan yurardim. Yoshligimdan foydalanishgan. Birinchi studiyada yozgan qo'shig'imni ancha avval $50 sotib olganman. Qo'shiq nomi Xumor ko'zlaring deb nomlangan. Qo'shiqni sotib olganimdan so'ng uning haqiqiy egasini topib olganman. O'zi bu qo'shiq muallifi boshqa odam ekan. Yoshligimdan foydalanib, bu qo'shiqni menga ham sotishgan ekan. Bu qo'shig'imni chiqarmaganman. Qo'shiqlarimni turklardan to eronliklargacha sotib olmoqchi bo'lgan. Yor bizdan ketdi qo'shig'im mashhur bo'lgandan so'ng Turkiya, Ozarbayjon, Eron, Tojikiston va Qozog'istondan ushbu qo'shiqqa xaridorlar chiqdi. Jo'ralar degan qo'shig'imizni ham sotib olmoqchi bo'lishgan. Bu vaqtda hali bu qo'shiqlarga klip suratga olmagandik. Klipdan so'ng kuylashingizga ruxsat beramiz dedik. Agar o'sha vaqtda qo'shiqlarimni ularga sotib yuborganimda, hamma meni ulardan o'g'irlagan deb o'ylagan bo'lardi. Birinchi to'yi va birinchi gonorari haqida. Birinchi to'yimiz o'zimizda, Qo'qonda bo'lgan. Unda ovoz kuchaytirgichga ulanadigan gitaram bo'lmagan, oddiy gitara edi. Bu gitaraga qo'lbola qilib mikrofon ulanadigan qilganman. Ammo to'yga olib borganimda gitarani ovoz kuchaytirgichga ulab bo'lmagan. O'shanda birinchi marotaba elektron gitarada notalarda adashib, bir amallab qo'shiq aytganman. Birinchi olgan pulim 300 ming so'm bo'lgan. Bu pul ham qistir-qistirdan tushgan.
uydan yaxshi pul topsa bo'larkan-ku degandim. Keyingi to'yimiz Marg'ilonda bo'lgan. Unda ham o'zim gitara chalib qo'shiq aytganman. Undan so'ng to'ylarimiz ko'payib ketdi. Bir kunda 7 ta birrovga kelgan vaqtlarimiz bo'lmoqda. O'sha santexniklik vaqtlarimga qaytgim kelgan vaqtlarim bo'lmoqda. Anagramma aytsam dadam urishadilar. Ba'zi bir joylarga kelib og'iz qimirlatib, ko'rinib ketsangiz ham bo'ladi deyishadi. Endi to'yda birrov ko'rinib ketganimizga pul olamizmi? Mehnat qilib pulimizni halollab olishimiz kerak deb o'ylayman. Anagramma aytganlarni puli harom demoqchi emasman. Ular ham mehnat qiladi, qo'shiq yozadi, uni reklama qiladi. Lekin men jonli aytish yo'lini